Assalomu alaykum Simsi Motorsning hurmatli obunachilari. Bugun sizlar bilan texnologiyalar qudrati va kelajak qulayligini o'z ichiga olgan Dongfeng Sky 01 haqida obzorimizni boshladik. Yuqori samaradorlik, past energiya sarfi Sky 01 yangi avlod elektromobili. Unda dinamika, tejamkorlik va aqlli boshqaruv texnologiyasi uyg'unlashgan. Bu avtomobilimiz 0 dan 100 km/soat tezlanishi atiga 807 soniyani tashkil etadi. Maksimal tezlik 160 km/soat. Energiya sarfi har 100 km uchun 1 kWh kam. O'z sinfidagi avtomobillarga nisbatan juda ham kamroq. Zaxira yurish masofasi 445 km ni tashkil qiladi. Tez zaryadlash 30% dan 80% gacha atiga 26 daqiqada. Issiqlik nasosi sovuq havoda yurish masofasini 30% gacha oshiradi. Batareya sovutish tizimi hujayra haroratini 1 daqiqada 80 gradusga kamaytiradi. Bu xavfsizlikni oshiradi. Qulaylik texnologiyalari 10 dyuymli markaziy sensorli ekran, Bluetooth, cruise control, ovoz orqali boshqarish, old va orqa tomonda USB Type-C portlari. Oilaviy biznes uchun moslashtirilgan Sky 01. Bu shunchaki transport vositasi emas, bu erkinlik, ko'p funksiyali makoni. Katta kuzov, keng salon, 358 litrli bo'lgan yukxona. Bu avtomobilni shahar hayoti, uzoq safarlar va ish yuritish uchun ideal qiladi. Sky 01 bu kelajakdagi elektr harakat sari qadam. U yerda uslub. Dongfeng Sky 01 bu kelajakdagi elektr harakat sari qadam. U yerda uslub, samaradorlik va qulaylik yangi standart